Hammaga assalomu alaykum. Kelinglar, bugun sizlar bilan ingliz tilidagi top 6 ta, ya'ni eng kerakli zamonlardan bo'lgan future simple haqida gaplashamiz ekan. Future simple o'zi nima? Bu kelasi oddiy zamon. Ya'ni nomidan ham ma'lumki, ya'ni kelasi zamon haqida gapirilayotganda ishlatiladi. Keling, bu yerda adabiy tilda yozilgan qoidalarni o'qib chiqamiz. Keyin va men sizga hayotiy tarzda tushuntirib berishga harakat qilaman. Bunday aytganda, dehqonchasiga. Xo'p. Future simple tense oddiy kelasi zamon kelajakda sodir bo'ladigan ish harakatlar uchun qo'llaniladi. Boya aytganimdek, kelasi zamonda, ya'ni kelajakda sodir bo'ladigan ish harakatlar haqida gapirganimizda ishlatamiz ekan. Kelajak zamonni bildiruvchi payt ravshlari gapda qatnashadi. Ya'ni bular ertaga yoki mana kuni mana qilaman degan ma'noda keladi. Gapda egadan keyin har doim will yordamchisi, ya'ni yordamchi fe'li va asosiy fe'l infinitiv shaklida qo'llaniladi. Xo'p, ya'ni strukturasi qisqacha subject plus will plus verb va object bo'lar ekan. Endi yana bir ko'rib chiqamiz. I will work. Mana bu yerda ko'rganladik. He, she or it will work. We, you, they will work. Endi bu shunchaki positive form, ya'ni ijobiy shakli. Bilasizlar, zamonlarda 3 xil forma mavjud. Ya'ni positive, negative, the last one is question formlar bor ekan. Endi bizda bularning strukturasini yana ham osonroq tushunish uchun men sizlarga ko'z oldingizga keltirib berishga harakat qilaman, chunki ingliz tilini o'rganayotganda hammaga formulalar o'rgatiladi. Xo'p, subject, to be object degan narsalar bo'ladi-yu. Endi men sizlarga shuni ko'rsatib beraman hozir. To'g'ri aytib beraman. Subject, will, verb, object bo'lar ekan. Subject plus, will plus, verb plus, object. Bu positive formniki. Xo'p, endi willni future simple tense nimaga bunday aytilgan? Ya'ni simple deb bilasizlar, oddiy yoki sodda. Ya'ni kelasi oddiy zamon deyilyapti. Buni sababi bu yerda hech qanaqa oshcha narsa qatnashmaydi. Shunchaki I will work bo'ldi. He will work. They will work. Bo'ldi. That's it. Boshqa narsa kerak emas. Shunchaki oson. That's the reason we call it future tense. Future simple tense, I'm sorry. Xo'p, shuning uchun ham biz buni future simple tense deb ataymiz ekan. Endi buni he, she'ga buni qo'yamiz, we, use'ga buni qo'yamiz deb ajratishimiz shart emas. Shunchaki will o'zi keladi, yetadi. Keyingiga o'tamiz. Negative form. Negative formni bilasizlar, o'zi not qo'shimchasi qatnashadi. Bizda will degani hozircha asosiy fe'l degandek qarashimiz mumkin. Ya'ni will da tuslaymiz. Negativga o'tganda. Xo'p. I will not work deyapti. Ya'ni men ishlamayman. I will not work. Bu yerda will dan keyin har doim not qo'yiladi va notdan so'ng verb qo'yilsa bo'ladi. Xo'p, misol uchun I will not work oxiriga let's say in the office tomorrow. Ya'ni men ertaga ofisda ishlamayman. Oxiriga xohlagan narsamizni qo'shishimiz mumkin. Xo'p. Keywordlarga hozir yana to'xtalamiz. He will not work. She will not work. It will not work bo'lyapti. We use ekan xuddi shunday. We will not work bo'lar ekan. Bilasizlar, buni shorter formi, ya'ni qisqartirilgan varianti will not ki won't deb talaffuz qilamiz. Want ga ko'pchilik adashtirib shu won't deb talaffuz qilamiz. Want emas, won't. I won't work in the office tomorrow. Let's move. The question form. Question shakli. Question shaklida bilasizlar, o'zi to be da ham har doim eng osonni taqqoslashimiz uchun bo'lgan mavzu bu to be. To be da bilsanglar, to be ga not qo'shamiz, to be da oldinga olib qo'yamiz, question shakliga aylanadi deymiz. Bunda bizni to be imiz will deb tasavvur qilinglar. Ya'ni will da oldinga olib qo'ydim. Will I work bo'ldi. Will he work? Will you work? Will you work in the office tomorrow? Siz ertaga ofisda ishlaysizmi? Degan savol paydo bo'lyapti ekan. Xo'p. Bu juda ham oson, to'g'rimi? Endi
qo'llanilish holatlari yana adabiyroq tilda sizga o'qib yoki aytib beraman. Undan so'ng hayotiy tarzda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ekranda ko'rib turganinglardek, oddiy kelasi zamon kelajakda sodir bo'ladigan, ya'ni sodir bo'lishi kutilayotgan harakatlar uchun qo'llaniladi. Bu nima degani? Misol uchun siz ertaga biror narsa bo'lishini taxminan aytishingiz mumkin yoki bo'lmasam to'satdan aytishingiz mumkin. Shu holatlarda biz willni ishlasak bo'ladi. Ya'ni willni kelasi zamonda ehtimoliy bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda ishlatamiz. Nima uchun bunday deyilyapti? Sababi future o'zi 3 xil formaga bo'linadi. Birinchisi will, ikkinchisi going to va uchinchisi present continuous for the future bo'lyapti. Bu yerda will'ni biz ehtimoliy sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatda ishlatamiz deb qarashimiz mumkin ekan. Endi shuning uchun bizda yana bir nechta hozircha misollar bor. Bularni ko'rib chiqamiz va men sizlarga yana hayotiy misollarni keltirib beraman. Christmas will be on a Saturday this year. Ya'ni yangi yil bu yil ma kuni bo'ladi deyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu safar o'zgarib qoldi-da, aytayapti shunchaki. Ancha oldin aytishi mumkin, aytsak mana. Yoki bo'lmasam o'sha bo'lishdan bir kun oldin aytayapti yoki bo'lmasam bir hafta oldin bo'lganini eshitib qolib to'satdan aytishyapti. Xo'p, keyingisi it will rain tomorrow. Ertaga yomg'ir yog'adi. Bu nima uchun kelyapti? Sababi ertaga yomg'ir yog'ishini hech kim bilmaydi. Bu 50-50 holat. Yomg'ir yog'ishi ham, yog'masligi ham mumkin. Ob-havo bilasizlar. O'zi bekarga aytmaydi, ob-havosan deymiz-ku. Aynib qoladi, ob-havo ham bilasizlar. Yo'q, yog'ishi mumkin yoki yog'masligi mumkin. Shunaqa holat uchun kelyapti. Chet elda va o'zimizda har bitta ob-havo ma'lumotlari will bilan ishlatiladi. Eshitgandirsizlar, MCS dan xabar keladi, toqqa chiqmagin deb va tog'li hududlarda yomg'ir yog'ish ehtimoli bor deydi. Ingliz tilida bu will bilan beriladi, lekin ehtimol degan narsa отдельно keladi, ya'ni keyword sifatida, kalit so'z sifatida. Yoki bo'lmasa uni bermasdan willni o'zini ishlasa ham bo'ladi. Bu tushuniladi. Ya'ni ob-havo ma'lumoti 50-50 holat. Xo'p, yana we will be in Japan next year. Biz keyingi yilda Yaponiyada bo'lamiz. Bu qanday? Shunchaki taxminan aytyapman. Biz keyingi yil Yaponiyada bo'lamiz. Birorta rejalar, biror narsalar bo'lmasdan oldin shunchaki aytyapman. Biz keyingi yil Yaponiyada bo'lamiz. Maqtanamiz-ku. Shunga o'xshash holatlarda will bilan bersak bo'ladi. I think they won't buy our car. Won't kelyapti. E'tibor bersanglar, ya'ni will notni qisqartma formi. Hop, I think they won't buy our car. It's very expensive. Hop, menimcha deyapti bu yerda. Menimcha nima uchun buni qo'ydi? Bu keyword sifatida ishlasiz ham bo'ladi. Ya'ni taxminan men o'ylashimcha bunaqa bo'ladi-da deymiz-ku, xuddi shuni singari I think-ni beryapti ekan. Menimcha biz mashinamizni sotib olamiz. Ya'ni bu juda qimmat deyapti ekan. Xo'p. Yoki bo'lmasam deylik, menimcha men ertaga maktabga bormayman-ku deymiz-ku. Shu holatda ham aytishimiz mumkin. I think I won't go to school tomorrow. Teacher, I will be sick. Deymiz-ku. Ya'ni ertaga men kasal bo'lib qolaman. Ertaga maktabga bormayman deb bahona qilayotganini ishlatasizlar-da. Xo'p. Will you be at home tonight? Ya'ni bugun sen bu oqshomda uyda bo'lasanmi? Biz ota-onalarimiz ko'p so'raydi buni. Shuni ham xayolinglarda o'ylanglar, will bilan beryapti deb. Xo'p, will you be at home tonight? Sen bu oqshom uyda bo'lasanmi? Ya'ni bu sizni hozirgi momentda shunchaki so'rayapti. Buni siz bo'lish bo'lmasligingiz bilmasligi uchun ham so'rayapti. Shu holatlarni ham will kelyapti, e'tibor berib qo'yinglar. Endi men yana sizlarga buni hayotiy tarzda tushuntiradigan bo'lsam, qanaqa bo'ladi? Birinchisi, o'zida kelgandek, kelasi zamonda 50-50 sodir bo'ladigan ish harakatlarda aytgancha daftar uchikiz bo'lsa yozib oling. Kelasi zamonda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarda ishlatamiz ekan. Ya'ni ehtimoliy 50-50 sodir bo'ladigan holatda willni beryapmiz. Ikkinchisi bo'lsa-chi, ikkinchisi ob-havo ma'lumotlarini gapirayotganda.
Ya'ni ertaga yoki bo'lmasam keyingi hafta yomg'ir yog'ar ekan degan gaplarda will bilan beramiz. Yomg'ir yog'ar ekan desa ham bizda hech xavotir olmang, will o'zini qo'ysangiz yog'ar ekan degan narsa paydo bo'laveradi. Keyingisi bashoratlar. Ob-havo uchun ham bashorat ishlatiladi, lekin отдельный bashorat kelganda, lekin deyapman, inglizcha talaffuzi ketib qolyapti. Bashoratlar uchun ishlatilganda qanday bo'ladi? O'zi odatiy general olsak. Misol uchun sen mana shu ertaga oyog'ingni sindirib olasan deymiz-ku. Deydi-yu, to'g'rirog'i bizga. Shunda ham willni ishlatamiz. Ya'ni shunchaki bashorat. Kelajakda katta odam bo'lib ketasan deyishi mumkin uydagilar, umid bilan. Bu ham will bilan beriladi. Bu shu bashoratlarga. Xo'p, keyingisi uchinchisini aytyapman hozir, adashmasam. Bu sizni to'satdan biror narsa qilish uchun qaror qabul qilgan paytingizda ishlatasiz. Ya'ni gaplashib turibmiz o'rtog'imiz bilan deylik. Va siz ertaga nima ish qilishingizni o'sha paytda to'satdan qaror qabul qildingiz va shunda willni ishlatasiz ekan. Qanday? Sizga aytayapti, yangi Harry Potterning yangi kinosi juda ham zo'r ekan desa, siz aytasizda, "Bo'ldi, men ertaga kech payt ko'raman, ertaga vaqtim bo'ladi" desangiz, yana will bilan berasiz. Chunki bu ham 50-50 holat. Siz to'satdan rejalarsiz, kech payt ishingiz chiqib qoladimi, chiqmaydimi shuni bilmasdan men ko'raman deb qo'yasiz. Qadam bilamiz, balkim tarobehdan kelib charchab qolishingiz mumkin ertaga. Shuni singari. Xo'p, keyingi joyga o'tamiz. Qo'llanish holatlari 2. Kelajak zamonni bildiruvchi payt ravishlar quyidagilardan iborat deyapti. Ya'ni keywordlar, kalit so'zlari kelasi zamonligini, ya'ni future simple tenseligini bildirib turuvchi keywordlar nimalar ekan? Kelar ko'rib chiqamiz. Yana bir aytyapman. Next week, next month, next Friday, next year. Next nima degan o'zi? Yozib qo'yinglar tezroq kommentga. Xo'p, next bu topgan bo'lsangiz to'g'ri. Next keyingi degan ma'noda bildiradi. Ya'ni next week keyingi hafta, next month keyingi oy, next year keyingi yil, next Friday keyingi juma. Yaxshi. Endi tomorrow ertaga degani. Tomorrow ertaga. Shu yerga hozir yana bitta qo'shimcha kelib qoldi. Indinga degan so'z bor bilasizlar bizda. Ya'ni erta turib ertasiga deymizmi shunaqa. Bu ingliz tilida qanday bo'ladi? Bu ingliz tilida the day after tomorrow bo'ladi. The day after tomorrow. Ya'ni indinga degani. Yozib qo'yishingiz mumkin. The day after tomorrow. That's it. Hop, soon nima degani? Soon tez orada. We'll see soon. Tez orada ko'ramiz deymiz. Shunda ham we'll see soon deyish bo'laveradi. Yoki we will meet soon. Tez orada ko'rishamiz. Hop. Endi keyingisi in 2021. Ya'ni 2021-yil. Endi bu yerda 21-yil yozilib qolgan. 26 yoki 27-yil bo'lishi mumkin. Kelasi zamondagi yillarni gapirayotganimizni bilsak bo'ladi. Let's say in 2026. Men 2026-yilda manaqa bo'lishi mumkin desangiz yoki bo'lmasam boy bo'lib ketishi mumkin deymiz-ku. Shunaqa holatlarda yana shuni ishlatsangiz mana yilda aytayotganda. Va oxirgisi bu juda ham nima deydi, ishlatganda chiroyli yoki bo'lmasam bu haqida gapirayotganimizda maza qilib gapiramiz. In the future. Ya'ni o'zingiz kelajagingiz haqida gapirayotganingizda buni bersangiz bo'ladi. Let's say I will open my own company in the future. Ya'ni men kelajakda o'zimni shaxsiy kompaniyamni ochaman deymiz-ku. Buni ham in the future siz bo'ladi. Hop, in the future. That's it. Keywordlar shular. Qoidalarni yozib olsangiz degan umiddaman. Hop, keyingiga o'tamiz. Yana zamonaviy ingliz tilida I va we shaxslar uchun oddiy kelajakda shall yordamchi fe'li o'rniga will yordamchi fe'lini qo'llash ommalashyapti ekan, xullas. Endi bunga nima deyishimiz mumkin? Ya'ni o'zi ko'pchilik eshitgan yoki bo'lmasam oldin o'rganib, yana qayta o'rganmoqchi bo'layotganlar uchun
Future haqida bitta qisqa eslatma. Shall so'zini, ya'ni shall yordamchi sifatida keladigan fe'lda biz nima deyishimiz mumkin? Shall'da biz hech qachon ajratishimiz mumkin emas. Endi shell'da nima ishlatmay qo'ydik deb ayta olmaymiz, chunki shell'da nima deydi? Eskiroq ingliz tilida, ya'ni yana ham adabiyroq ingliz tilida gapiradigan odamlar ishlatyapti hali ham. Deyligali yosh katta odam bo'lishi mumkin. Endi shuni oqibatida biz eskirganga aylantirib qo'yganmiz buni. Shell'da ishlatsiz ham bo'ladi, ishlatmasiz ham bo'ladi. Shell I va we uchun ishlatiladi. Xo'p, I shall yoki I will ketaveradi. Ikkalasi ham bir xil. I shall yoki I will. Tushunyapsizlar? Shell'da ishlatsiz ham ishlatmasiz ham bo'laveradi. Lekin ko'pchilik ishlatmay qo'ygan shaxsan men ham ishlatmayman shell'da. Will'da ishlataman. Undan ko'ra osonroq. Xo'p. Endi yana bir narsa esimga tushib ketdi. Keyin will so'zini biz odatda will deb talaffuz qilib qo'yishimiz mumkin. Ko'pchilik o'quvchim shunaqa talaffuz qiladi. Will, I will be, I will go to bir narsa deyshadi. Will emas va oddiy bizning v bor-ku. V dan keyin l da ayting ketadi. I will, I will, I will. Tushunasizmi? Bitta qaytaring yana. I will, I will, I will, I will go to Toshkent. I will. V dan keyin l. That's it. Hop. Keyingiga o'tamiz ekan. Bu yerdagi namunada keltirilgan gapni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bitta shunga e'tibor berib qo'ying. We shall be in Japan next year or we will be in Japan next year. Ikkalasi ham bir xil. Xo'p, va nihoyat sizlarga future simple haqida to'laqonli ma'lumot berdim deb o'ylayman. Keyingi safarlarga yoki shu videomizda umid qilamanki, o'zingizlar tushungan hamma narsalarni yozib ketasizlar. Yoki misol yozinglar, yoki bo'lmasam poddeshkada yetadi. Future haqida yana ham ko'proq o'rganmoqchi bo'lsak, bemalol Arizonga kelinglar, ko'p narsa o'rganamiz.